Ko'p qarasa endi boy yotgan buvisi yo'q. Kashmo kirib qopti. Bugun yana davomli to'rdoshlarning hikoyasi bilan o'rtoqlashamiz. Birinchi hikoyani gapirgan to'rdoshimiz bir qora uyda turdi ekan. Bularning tom qo'shnisi shu bo'lmamlar ekanda, cho'ng uyga. Keyin shuning bilan bularning momisi ham bu bolaning momisi qaytish bo'lib, buva yolg'iz qilib, tomoqqa shu bir tom bo'lgandan keyin mushlarniki kirdi ekanda. Tushdimi mushlarniki yeydi, keshdimi mushlarniki yeb, qo'nib qiling desa unamay, yotolmaydi ekanman deb o'zining uyiga chiqdi ekanda. Shundoq kunlarning birida bir kuni bu buvay kechki tomoqni yeb bo'lib chiqistirgan chog'da nevrasiga, ya'ni bizga deb qo'ygan to'rdashqa, sen bilan konuşma debdi-da. Endi desa, bu men bilan yepak yolg'iz qolmay ekan, konuşma debdi. Bu bolaga demabdi-da endi. Keyin bu bola o'xsan shu buvisi shu chog'da og'inlar ugunib qilib, beshi birdan u yoqqa, birdan puti bu yoqqa bo'lib qoladi ekan. Shunga konuşma debdi ekan. Bu bola uxlamagan ekan, bo'ldi deb chiqib konuşibdi. Endi hech bo'lmabdi-da bir kecha. Shunda hech nima sezmay uxlab atgan qopibdi, qopgan ekan bu buvay. Voy sen qo'nsang foydasi yo'q ekan deb, mana bo'ldi, sizlarniki turay deb bularniki yenib kiribdi-da. O'zining uylariga qulab besitib, biroqlar shu yerga ko'chib kiribdi. Shu yerda turadigan bo'lib. Shu nevrasi bilan buvayga bir uyni qilib turibdi, ikkisi shu yerda turibdi-da. Oradan 2 oy o'tib, bir kuni kechda, bu buvayning kunni kechda teshikka chiqadigan odati bor ekan. Hojatga chiqadi ekanda. Shu buvay chiqib chiqayotgani qo'pibdi. Bu bolam uyg'onib, endi buvam kirgach qarab turay deb uxlamay saqlab turibdi-da. Bir chog'da shu buvisining mang'an ovozlari olinib, eshik ochilib, buvisi kiribdi. Shu kirgan ekan, kash bo'lgan ekan, gapni qilmay, kirib o'tiribdi, o'rilib yetibdi. Bu boy asta kelib o'zining o'rnida yetib qolibdi-da. Shu yetib bu bola birdan yotgandan keyin buvisining oyoqlari yan teshdi olinibdi. Ondan shu mang'andagi ovozi olinib, o'sha tarafga qarab kelibdi-da. Bu bol buvam kirib bo'lgan deb kayniga o'rilib qarasa, aba endi yotgan buvisi yo'q. Shunda bir titrak o'lish kelibdi ang'ichi buvisi ishini ichib yana bir qitim kiribdi. Shu buva aba bir kirdi desa, buvaymi tushunib bo'libdi-da, nima ish bo'lganini. Ya bolam xato ko'rib qolgan o'xshaysa, tushunib o'xshaydi deb qo'yibdi, kiriblam yetib qolibdi. Shu bir yolqondan keyin bu bol uxlay olmabdi-da. Qanday shu qildi bu? Aba iniq ko'rgan tursa men kirganman deb. Demasa shu kirib qarab qo'yib chiqib o'sha yotganlardan tatmamasam deb iniq ko'rmagan bo'lsam, biladigan endi bir odam yotsa. Shunda bir qo'rq ketibdi buvisi bilan. Buvisim 80 kirgan odam bo'lgan ekan, pek kirishib olmay, shu jim uxlab qolay bo'ldi deb yetibdi. Yasli yana teshidan shu buvisining ovozi jumi. Boshda u yoq bu yoqqa mang'an. Buvisining ovozi. Boshda olinibdi. Birdan turib buvisining ovozida meni shap men derazani tak derazani chekdi ekan. Yani birdan o'yildi, ikki odamning gaplashgani olindi ekan. Lekin nima deganini tushunmaydi ekan. Yani birdan otlarning dukurligi ovozlari olinib ketdi. Ishqilib bir kecha bu bolani bo'zaq qilib uxlab qoldi-da, u uxlamay ertasi tongotganda oxiri xo'roz chillagan vaqtda hamma ish besiqqan ekan. Ondan bir xotirjam bo'lib uxlab qoldi. Ertasi qo'pli shuning bilan uydagilarga debdi, mustaq bo'ldi yaxsham degan ekan bular. Va bunday bo'lmaydi, chata qoldi deb birisini chaqiribdi. U odam ko'rib endi shu uydagi biraylan shu og'ini bolalar so'rin qilib o'rtagan yerning so'rinning ustidan yurib o'tayotgan ekan. Shuna ularning achchig'i kelmish, kelyapti. Shuna buni amal qilib yo'qotmasa olmaydi deb birlarni qilib qon to'kkan bu o'ngshapti bu ishni. Shu o'ngshab bo'lgandan keyin bu bola cho'ng'ib endi shu 11-12 yosh vaqtlar ekan u. Cho'ng'ib 18larga kirganda shu ishning parani chiqib mushta bo'lgan deb shu joyda opsi deb turibdi. Ashchada shu og'ini bolalarning so'rinni dastlab o'tayotgan bola mushu depagan to'rdashgan millatda. Ular maxsus mushu bolaga ergishib olish uchun ashta kelib boshda avar qonga ilm vaqtida boyqab ular qo'rqitib qochirib yetibdi. Mana bu birinchi hikoya. Endi ikkinchi hikoyani yana bir hadimiz bundan 14 yil burun eg'ir oyoq vaqtida bo'lgan ishlarni so'zlab berdi. Bu hadimiz endi to'y qilib
bir uyda ijara o'ltiribdi-da yo'ldoshi bilan. U ijara uy yaqinida yangi solgan, odam o'ltirib boqmagan, jo'nashuvni qilmagan, faqat tomni chala bo'lib oqatib qo'ygan yerlari yana qor peti, işte suvoq peti, işte uy ekanda. Ularni yangi to'y qilgan bo'lgandan keyin bo'pti deb shu uyga ko'chib kiribdi. Ancha-muncha yasab qo'ygan. Yonlashda suvoqlar bor deydi. Shu yerda qo'yib turibdi. Shu yangiydiganga bir 3-4 oy qolgan vaqtlar deydi. Kunda kechda bir qo'ng'iroqning ovozi anglandi. Bir hadik deb qo'yamiz. Atarva shu. Shu atarvadagi qo'ng'iroqning ovozi anglandi. Kunda kechda uxlayapsam, jirang bir anglab, shu uyg'onib qilsam, shu rasmiy bir hadik işte o'tgandek bo'ldi. Shu bir necha qitim takrorlangandan keyin bir kun qarab boqaychi deb qarasam, derazadan pastga qarabdi-da. Rost degandek işte bir hadik ekan. Endi u hadik shu yo'lda menayotganki, bu yo'lning oxiri shu bir odam ko'milgan yer ekan, shu tarafga berib tugaydigan yo'l ekanda bu. Endi shu hadik ashada jirang qilmagan ekan, ustida bir odam bor ekan. Bu odamni aniq ko'rib bo'lmaydi ekan. Keyinda bir to'nlar bormi, ish qilib, shu tarafga qarab işte ketadi ekan shu. Ko'rib boshni. Endi yo'ldoshi ama qarang manimga ama hadik ekan menda atarib ekan deb desa, da ketayotgan vaqtida yo'ldosh qarab, voy nima deydigansan, nima undaq nasib debdi. Amaliyotda bu hadik mushu adashgili ko'ringan ekan-da, yo'ldoshiga ko'rinmaydi ekan. Bu g'alati ish bo'ldi-ku debdi. Keyin shundan bilan yana ozroq vaqt o'tgandan keyin bu odamimizning opasi uyga kelibdi. Kelib turish beray debdi-da, endi yangidan oz qolgan vaqt bo'lgandan keyin. Shu bir kuni kechda yotgan vaqtda yo'ldoshi ayolni bir yotoq uyda kompyuter o'ynayotibdi ekan, u chiroq yoqib qo'yib. Bular ma opasi bilan ikkisi ma uyda yetib qolibdi ekan. Bularning uyi endi eshikdan kirgandan urduldi yotoq uylar ekan. Shu urduldagi yotoq uyda yo'ldoshi bor ekan. Yan tarafdagi ikki yotoq ekan, ikki tarafda. Shu birisida bular yetibdi ekanda. Endi u yerdan qarasa amaliyotda u teshining eshigini ko'rgili bo'lmaydi ekan. Ham yotoq uyning eshigini yopiq ekan. Shundoq chog'da bu yerda ham qandoq ko'rgan shu eshikning teshining eshigidan birisidan kirib, eshikni shunda yuvgan bir odam turganligini ko'ribdi-da. Ammo qanday ko'rganini uqmaydi ekan. Ko'rinmaydigan ekan u bo'lmasa. Işte ko'rdim opa bir odam kirib turib oldi, yerda qarab turdi. Shu uyning ichi qorayotdi deb qarabdi-da odam. Yani voy qizim qo'rqatma odamni deb chiqib boqay deb u opasi yotoq uydan chiqib chiroqlarni yoqib qilibdi. Yo'q. Shu chiroqni o'chiribdi. O'chirib voy xato ko'rib qolibsiz. Qanday ko'rsiz bu yerni? O'zingizdan nimasi o'xshaydi, xiyoli to'yingiz o'xshaydi deb yana eshikni yotoq uyning eshigini yopib qo'yib, yana yetibdi. Yotgandan keyin haliqi yo'g'on odam cho'ng uyning eshigi, cho'ng eshikdan bıçaq yo'qab bu yerdan mushlarning yotoq uyining eshigi oldiga kelib qarab turyapti-da. Opa endi bizning eshikning oldiga keldi. O'sha yerda qarab turyapti debdi. Voy ma qiz nima odamni qo'rqitadigan nima bor? Men eshikni ichib ko'rsatib qo'yay sizga deb shu eshikning oldiga opasi ketayotgan chog'da haliqi yangi solgan uy bo'lgandan keyin uy ichidagi eshiklarni shu solgandilar o'rnatib qo'ygan bir yaxshi emas eshiklar bo'ldi-ku, osti sal egizroq, osti yo'chiq ekan eshik. Opasi ketyapsa eshikni ochqili. Haliqi odam shu yo'chiqdan ikki ko'zini chiqarib yig'ishibdi-mi, shu eshikning ostidan bu qizga qarabdi. Ikki ko'zini shunday aniq ko'rdim dedi. Yomon bir qo'rqinchli chekchiyib qaradi. Shunday bir qo'rqib chaqirib ketdim. Opam voy nima qildi deb bir qilib ketdi. Avval eshikni hechnim yo'q. Yo'ldoshim nima bo'ldi deb ketdi. Shunday bir ko'rganda undan keyin yana nurg'un ishlar bo'ldi. Uni oldirmay deb turman, bu hozir mushikisini deb turay deb mushikisini deb turibdi ekan. Endi 3-hikoyani Urumchidagi bir qiz deb berdi. Bu qizning kichik vaqtlar ekan. Mush Sanshxozdagi 57-qora degan qorada turdi ekan bular. Keyin otasi ajrashgan bo'lib, bu qiz dadasi bilan shu uyda turib qoldi-da. Ham dadasining xizmati aldirash bo'lgandan keyin bu qiz maktabdan baldir kelib uyda
Diýeşik gördükende kona gosaklyk diýeşler, açtak diýeşikki. Şu aşyny köräý dep bu kız onu ýakyn kip gördükende keýinde Safa bäke bu kıza diýeşini aldyk kip kanal ýütgeýme dep ýütkise uçakladyk diýeşip bir kanal ýütkes bir kar bolup keýinden çykydygy. Başta ýütgeýip gitipdiki. Ýütkep bir ýütkegen wagtda kar bolgan wagtda diýeşik garsa özüniň keýindeki Safada bir çeçi uzun ayal otagynda. Vay canly dep şunda bir kokup gitdi bu kız aş kar bolgan wagtda görüp kapsa oňa şunda keýine garşy hiç nime ýok. Şu aşaýadan keçip çykyp ketgençe dukanyň joýjysyny elip dukan kirip şunda telefon başda bir çakyryp kelyapdyk. Şu işden kiýin endi bu kız bir xil kokudyganla bokapdy-da. Aş 5-nji katatyň käbi egizki keýinden falan peýde bir çykyp atkandek hissiyatlardy biledik. Hem daýym ýalgyz kalgandan keyin aş ýerde otasa şu dadysy ýoklangandan keyin ýokçaklady. Tamga bir piçakny bilegendek bir awazlamagy bir tak mandak dorap biray. Muşundak awazlar çykydyk piçak bilegendek. Hem ismini çakyrdyk. Adile eke bu turdaşyň ismi Adile dep çakyrdyk. Sonra uçagdan keç gitipdi. Keyin şonuň bilen ýana bir güni dadysy öýdeki wagtke bu kız maýydy bir iş gowatsa 6-njy kavat garasy öý. Derizini tak bir çykdy. 6-njy kavatyny kim çykdy? Şu dada awuldyňyzmy ýak depdi. Bu öý aşta galit bolup gapdy-da şu bir körelgen bilenler. Keyin şonuň bilen bularnyň uýalaryny çakymyz dep bular başga ýerge köçüp gitdi. Köçüp dadysy aň egiz kavatga üstüde kepterlerini bakdyk bu kız aşağı turup çok tamak ite dep tamak itip bassa başka çüp bunda chatdi kop koygan emas oturup turgan bir hijajan baki keýinde aş özlükiden ýaý üçüp tutdy. Şu aşyndak işler bolup ahyry bu kız dadysy bilen turmay apylarynyň ýanynda turupdy. Bäzida şu dadysynyň hedisi çoň apysynyň öýüge berip turup baştakyp şuna bir aşylarda bir kokunçlyk işler bolupdy. Şunu sözlep berdi. Hem 4-nji hikaýany ýaly bir torsyny sözlep berdi kiçik wagtda. Kiçik wagtda bir güni mekdepde ata-analar jygyny içipdi. Ata-analar jygyny içip atkanda balalar teşidi ekende saklap turdy ata-anasy. Şu aşda saklap turup oýnap atkan çagda bir ot çemberekdi diýemdi. Aşyndak bir näse görünipdi-de bu balalarga. Şonda o ana sajap galytke ot çemberekke dep koglapdy bu balalar. Ukmagan eken. Şunda turdaşmy aşdan keýinden ägişip koglapdy. Şu tez jügüredigen okşaýdy bu kız koglapdy bir çay keýine gaçyp başga balalar ýok. Bu ot çemberek aşağıda adam turmaydygan bir köwne öý bar eken. Şu öýüň içi kiripdi-de, hem keýinden kiräý dese köwne öý kokunç bolgandan keyin ýa kirmepdi. Şu bir iş bolupdy, keyin apylary ata-analar jygyndan çykyp bu kyzyň izdisi ýok. Şu başga balalar ot çemberek koglap ketdi dep başladygan ki bular ensirep izdep aşagyny tepipdi. Aş kiçik wagtda aştak bir iş bolgan eken. Keyin şonuň bilen çoňupdy, toý kypdy, balalyk bolupdy. Bir çagda 2 balasyny öýde. 2 balasy öýde ýalgyz kapdy-da. Çoňlar başgalar başga bir ýerge ketipdi eken. Şu ýalgyz keşdik ýatgan wagtda indi uklamagan çagda. Muş munçyda bir adamyň munçyga düşken awazy aňlandy-da. Şar munçyk çypdy. Vay bu kim munçyga düşüp atkandy dep ýalgyzda hem garap bakaýsy kokudy eken. Şu birden ýatgandan keyin başga ýerdeki bir hedisi bilen hedisiniň ýoldaşy munçydan löňgüläni urap munçyga düşkende çykypdy. Rasmy aldyga kepdi. Kep vay singlim soň nana gaş keleli digen tok untykapdyk depdi. Algyça ýoldaşy bir xil ajaýyp galit bir ijarap şunda untykapdyk dep şunda depdiki. Bu ende hem de 2 balasyny muş koltukka kysypla o balalar kömüge okşaýdy, nemişe eşkil körüge okşaýdy. Şu koltukka kysypla hoşnusyna kirip hoşnusyna da boşlamışlar bol dep şunda dep ýetip apdy. Bir keçe eşeri ötüp ätisi
uyga qaytib kirsa, muncha rasmiy birisi munchaga tushganga o'xshash. Bo'lmasa pokkiz qilayotgan ekan, quruq ekan. Rasmiy munchaga tushganga o'xshash. Yo'q, mozg'ab boshlabdi. Osh ishqi bir ayron qilibdi u.